So'rasam tushirib qo'yib zaryad qilib turaveradi, shunga yaxshi hali. Ha, so'raveradi, berib turdim. Avtomobilni tushirib qo'ysangiz, zaryad turasan, zaryad yo'q. Tut yo'qda tugasa qo'ygan bo'lsa beraman deb bu. Buni birovga bermang-da, aka tez buziladi. Birovdan borsa so'rab buloqladi. Lavoyda u. Qalaysiz? Hop, mashinaning oldida ko'la bor, olib qo'ying, siz ketadi. Assalomu alaykum aziz hurmatli obunachilar, aziz Ganlan skuter ishqibozlari, aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Sizlar bilan bugun Xudo xolasa to'g'ri bazamizdan videoni olib bormoqdamiz va mana bunday 5630 modelining yangilangan versiyada, yangilangan tablolar, yangilangan mana bunday bordlarda obzorni qilib o'tamiz. Undan oldin bir Xudo xolasa Samajonga necha kun oldin ketadi? 20 kun oldinmi? 20 kun oldin buni obzorni chiroyli YouTube'ga joylaganmiz. Hamma joyini tushuntirib, YouTube'dan juda ham ko'p klientlarimiz telefon qilmoqda. Bulardan biri Jizzaxlik do'stimiz, ismingiz nima edi? Ismim Naimjon aka. Naimjon do'stimiz. Mana xullas bir hafta oldin bundan Naimjon do'stimizning dadalari telefon qildi bizga. O'g'lim shunaqa motor kerak, sizlar YouTube'dan ko'rdik. Xo'p, tog'ajon qanaqasiz? Obzor qilgansiz, shunaqa seriya rang 5630 model ekan. O'sha aytilgan narsalaringiz hammasi joy-joyidami? Tog'ajon, hammasi joy-joyida tushuntirdik. Bo'lmasam o'g'lim bir haftadan keyin pullarni yig'ishtirib, o'zi borib ko'rib oladi. Ropparas oradan aytganlarni bir hafta o'tib, do'stimiz mana Qo'qonga tashrif buyurdi, telefon qildi. Aka, shuni o'zim ko'rib olsam bo'ladi. Bemalol ko'rib olasiz dek. Hamma yo'g'ini aka o'zi tushundi, keldi, ko'rdi. Mana kecha kelgan, bu Uchko'pay tumanida tanishlar bor ekan, u yerda mehmon bo'ldi. Kecha dogovorni qilib, mana bugun ertalabda kelib, labolar chaqirib qo'ygan. Hamma yo'g'ini tekshirib, chiroyli qilib berdik. Aka, motorlarimiz qalay? Yaxshimi? Aka, motorlarga gap yo'q aka. O'sha videoda qanday holat gapirilgan bo'lsa, hammasi bor. Hammasi yaxshi aka. Qulayliklari ham yaxshi ekan. Bu yerda Vibr ko'p ekan aka. Vibr ko'p. Mana shu internetda ko'rdik. Ganlan YouTube kanalida. Yashang. Ko'rdik, yoqdi, keldik mana aka. Jizzax viloyati. Jizzax viloyati Do'stlik tumani. Do'stlik tumani. Do'stliklar. Do'stliklar. Hamma do'stimizni kutib qolamiz. Mana narxlar zo'r. O'sha aytilgan narxidan $1000 aytganmiz. O'sha obzorda 1.8 ming motor, 4 burchak yaxshi motordan 70 lekin motor 6 ta. Risollar, ramazatlar hammasi joy-joyida. Xullas ko'ram oldilar bo'y, magnitofon, zapaska balon ключ, damkrat, kaskalar hammasi ichida bor. 2 xil, 3 xil ranglari bor. Bemalol kirishlari mumkin. Aytilgan narxdan ham yana chegirma qilib do'stimizga qilib berdik. Do'stlik tumanidagi do'stimiz Naimjonga. Mana qo'lda hamma yo'qni kelishdik, xudo'lis laboyingiz kelyapti, yuklamoqdasiz. Mana akaga mozorbosti qilib do'stlari mana bunda anorlarga solib qo'ygan. Mana xurmo, mana Uchko'paylik qadrdonlari birga u 5 yil 10 yil Rossiyada xizmat ko'rsatgan akamiz ekan. Gap yo'q. Mana do'stlik shu yerda, hammasiga rahmat, mana shu yerda bilinadi. Uchko'payga kelgan, Uchko'paydan bu yoqqa olib kiryapmiz, joyimizda yaqinligi uchun olib kelib, mana ko'rsatib kelishildi. Akamga xullas ma'qul. Uydagilarga ham ma'qul bo'ladi deb o'ylaymiz. Xudo xolasa hammasiga ma'qul bo'ladi aka. Yashang. Men xursandman aka. Xursand. Yashang, biz ham xursandmiz. Aytilgan telefonda gaplashing, keling ko'ring, mana chegirma qilib beramiz. Xudoga shukr, mana chegirmani qilamiz. Mana mashina kelyapti, labobimiz. Labobingizlar. Xudo xolasa eson-omon sog'-salomat uyimizga yetkazib olsak. Yashang. Kelinglar, nima deymiz? Kelinglar. Tashrif buyuringlar, ko'ringlar. Возможностьlari Vibrlar ko'p ekan. Aytilgan narxlardan ancha arzon. Nisbat o'sha videoda ko'rsatilgan hammasi bor. Hamma narsasi bor. Hech qanday bir o'zgartirilmagan, o'zgartirish kiritilmagan. Yo'q ekan aka.
hammasi zo'r ekan. Bilmas ekan-a, Jizzaxdan bemalol qo'lga kelaversinmi? Bemalol kelib turib tashrif buyurib, mana shu yerdan anaqa kelsalar, mana Vohidjon aka kelib mashinalarni gaplashib beradi. Arzon nisbatan. Tepa, Zafarobod, Zomin, Paxtakor hammasi hamma joydan kelaversin aka. Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax, hammadan kelinglar mana. Bemalol 70-75. Telefon ko'p, juda ko'p. Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo telefon ko'p. Qo'rqmay kelaveringlar mana. Muammosi yo'q. Dastlabkani shunday kelishib chiqaveramiz. Kelib ko'rsangiz ham bo'laveradi, o'sha turib zakaz qilsangiz ham bo'laveradi. Bemalol mana o'sha holat bo'laveradi. Arqada labomiz keldi, otaxon akamiz. Bundan 20 kun oldin Sirdaryoga, aka Sirdaryoning Gulistoniga-da. Sirdaryoning Gulistoniga tashib kelgan shopir. O'shali buni zon kilometrlarimizni Gulistonga tashib kelgan otaxon akamiz. Mana shu shopirimiz Libojoyga, O'zbekiston Libojoyga edik, 12 ta viloyatiga. Bemalol bosib olaverasiz. Chaqiramiz, kelishamiz, arzon narxda tashib qo'yadi. Aniq, bizning do'kondan olinsa bo'ldi. Arzon skidkaga tashib qo'yadi. Xullas kalam aziz yurtdoshlar, hammalarni kutib qolamiz Gallan do'konimizda. Bitta bu bilan cheklanmaymiz. 2 g'ildirakli, 3 g'ildirakli, soyabonli, skuter otaxonaxonalarimizga, benzinli motorollar, jetski mashinachalar, velosipedlar hamma turidan bor. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Narxlar o'sha gap arzon. YouTube'ga chiqarilgan narxlar dan ham yana chegirma bo'lishi mumkin. Albatta buning uchun akamiz, do'stimiz Naimjon aytdi, "Sirazi" dedi, "Podpiskam bosib qo'ygan bo'sh videoga like bosib tashlaganman, o'shani chegirma laq tashladik." Gap o'sha gap. Galland o'z kanaliga obuna bo'lib, videolarni kuzatib, like bosib, ana kelsalar aytilgan narxdan ham juda ham borga chegirmasini arzon qilib. Ha, shunday. Albatta shuncha joydan bizni hurmat qilgan sotuvchilarimizdan, xullas kalam biz mahsulotdan hamma joydan xursandmisiz do'stim? Xursandman aka. Xudo xolasa yaxshi kunlarga minaylik. Yaxshi kunlarga mana sizlar nasib qilsin, uydagilar hammasini tabriklab qo'yasiz. Rahmat aka. Boshqa bu tomonga yo'l tushganda ham bemalol tushib, aylanib, xudo xolasa rahmat aka. bemalol ketaverasiz. Do'stliklar, Jizzax viloyati hammalarni kutib qolamiz. Albatta Jizzaxliklar, do'stliklar, akani taniganlar, biz taniganlar like bosib, kommentar o'z fikringizni qoldiringlar. Barchalaringiz sog' bo'lasizlar, hammalarni kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar. Hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar, mana xudo xolasa Jizzax viloyati Do'stlik tumaniga 1 tonnalik 56-30 modelim yangilangan versiyasini otaxon akamizga yuklab qo'ydik. Mana klientlarimiz ham shu yerda. Xullas azizlar, eslatib o'tamiz, akamiz YouTube ijtimoiy tarmoqdan bizga to'g'ridan-to'g'ri telefon qildi va bir haftada aka o'zining mablag'ini yig'ishtirib biz oldimizga keldi. Biz mana narxlarni o'zi o'ylagandan darajada arzon qilib berdik. O'zlari mana so'zlarini eshitdingiz. Motorlarimizni eslatib o'tamiz. 1.8 motor Mia 670 akkumulyator va bortlari juda ham mustahkam qalin profildan ishlangan zamonaviy motorlarimiz. Narxi $1000. Ataka $1000 akalar eslatib o'tamiz. O'sha qo'shib bergan narsalar videoda hammasi jamoat jam ichiga qo'shib beriladi. Hech qanaqa bir video uchun ortiqcha narsani qo'shib gapirgan joyi yo'q. Hammasi to'liq ichida bor. Hammalarni kutib qolamiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Telefon qilinglar azizlar. O'zbekiston 12 ta viloyatiga bemalol yetkazib bera olamiz. Albatta dastavkalar kelishilgan holatda bo'ladi. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'lasizlar azizlar.